Nega chechen jangchisi g'alabadan voz kechdi va uni raqibiga berdi? Keling ko'rib chiqamiz. Jangda ikki mag'lubiyatsiz sportchi to'qnashdi. Shadid Abdurazzoqov va Adilet Nurmatov. Jang 3 raund davom etdi va juda qizg'in kechdi. Jang davomida Nurmatov o'zini stolga ancha yaxshi namoyish qildi. U oyoq va qo'l zarbalarini aniq qo'lladi. Boshga yo'naltirilgan zarbalari e'tiborga loyiq edi. Kommentatorlar ham qirg'izistonlik jangchining ustunligini ta'kidlashdi, ayniqsa yerdagi nazorat va texnik zarbalar bilan. Biroq jang yakunida hakamlar yagdil qaror bilan g'alabani chechen sportchisiga berishdi. Hech kim kutmagan voqea sodir bo'ldi. Abdurazzoqov natijadan norozi bo'lib g'alabadan bosh tortdi. U qo'lini ko'tarishdan voz kechib raqibini ko'rsatdi, ya'ni haqiqiy g'olib deb raqibini tan oldi. Bu harakat orqali u insof va sportchilarcha hurmatini birinchi o'ringa qo'ydi. Sudyalar bundan harakatni e'tiborsiz qoldirmadi va natijani qayta ko'rib chiqishga majbur bo'lishdi. Oxirida esa hamma e'tirof etdiki, bu jangda rostdan ham Qirg'iziston vakili Nurmatov g'alaba qozongan. Sportda shunday daqiqalar borki, u sportdagi reytingdan ham muhim. Bu borada fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'ling.